Hammaga assalomu alaykum. Sağlık bo'lsa, bugun 28-aprel 2025-yil. Ertang 29-aprel 2025-yil. Ertang xudo xolasa bizlarning eng katta murodimiz bor. Berdimurod. Bizlar 4 uşağımız, 3 o'g'il, 1 qiz. Eng kattamizning to'lg'an kuni. Sağlık bo'ladi bo'lsa bizlar özümün murodim bilan, semyamiz bilan maslahatlashib, bundan hech kimning xabari yo'q hali. Sebep berdi aman bilmeydi, yengem bilmeydi, onun uy ishlari hech kim bilmeydi. Sağlık bo'lsa bir sürpriz etapim bo'ldi. Berda, siz hamisha yurakdasiz. Baringizga shukr. Shu yengem bilan birgalikda Xudoyim hamisha balalaringizning rohatini ko'rib, siz bu bizlar berib turgan sovg'adan ham, undan ham dum ko'pini loyiqsiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling Xudoyim. Şu tuzxonlaringizning nomidan, ko'rlaringizning nomidan, semyamizning nomidan, ağam, apamning nomidan birinchi shurtda shu kichkinagina bo'lsa-da enerji sovg'angizni katta sovg'a yasag'inda bir qabul qilib oling. Har kim o'z kasbida kamal topsin Xudoyim. Ko'p so'ylab berdim. Video davomida ko'raverasizlar. Bu yerda yana bir marta tabriklaymiz. Semyamiz nomidan. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Davom etamiz. Olovlarni olov demasdan, otashlarni mushtlagan akam, mening uchun hechdan qo'rqmasdan, o'tni qo'lda ushlagan akam, ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam, ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam, qadri baland mehribon akam, ishonganim qalqonim akam, himoyachim o'g'it berguvchi, akalikda otamdek akam, qadri baland mehribon akam, ishonganim qalqonim akam, himoyachim o'g'it berguvchi, akalikda otamdek akam.
Jo'ram var ekan. Kutlu merak bo'lsin Shavkat Jo'rabega. Kutlu bo'lsin. Yana bugun eng quvonchli kun. Ağalarımızı hormat etmeni hemen Instagram'da rutin toydadım yani. Maşın pazarga etsin ilayim. Şu ağır bir ebedi olsun. İlayim arı katlaşımız üzülmedin. Yine Kobul pazarga ettir, indiki şu samolyot pazarga ettir. Bir veringde. Şu ağa dolanın arasında arı katlaşımız üzülmedin. Ağalarımın cigerlen canı zamanını yere. Kafatmasına bilem, Jo'rabe'nin bilen paçolumunda ne bir yaxşı bir olsa gelip veriyor. Aydın masada. Yola aydındı mı? Kutlu olsun, hemşe önünüze yaxşı gün olsun. Bizler gelip hürmet etmek nasip etsin. Jo'ra dostlarlarım belli. Şimdi hizmetten çıkıp gelip devam edecek. Birinci zakat, Jo'rabe'nin zakatıyla başlayalım. Bas. Oyna! Qadri baland, mehribon akam, ishonganim qalqonim akam, himoyachim o'git berguvchi, akalikda otamdek akam. Qadri baland, mehribon akam,